Shoshilinch xabar. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Bugun ayrim hududlarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. O'zgidromet xizmati bugun 27-aprel kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bugun kunduz kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Harorat 30-35 darajalik bo'ladi. Poytaxtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 33-35 darajalik bo'ladi. Tog'oldi hududlarining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Hamda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat 25-30 darajalik bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.